namozini o'qish kabi juda bir nozik gaplarni, masalalarni eslab o'tdik. Bugun ana o'sha tong paytidagi zikrlardan ba'zilarini yana o'rganamiz. Ana o'sha zikrlarni birinchisi Abon ibn Usmon radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Shu rivoyat qilinadi so'zini men sizlarga tushuntirib berishni istadim. Chunki o'tgan tuzum paytida, xudosizlarning tuzumi paytida dinni, to'qima, yolg'on, ba'zi bir firibgar odamlar sodda odamlarni aldab o'zining manfaati uchun ishlatib yurish uchun din degan narsani o'ylab chiqarishgan. Osmonda momaqaldiroq gumburlasa, qadimgi dunyodagi odamlar, ibtidoiy tuzumdagilar bu nima ekan deb hayron bo'lishgan. Chaqmoq chaqsa undan ham qo'rqishgan. Keyin ba'zi bir ustamon odamlar buni bir oliy kuch qilyapti, tepada o'sha bor deb undan sekin o'sha oliy kuch meni sizlarga elchi qilib yubordi deb aldab odamlarni dinga ishontirishib yuborgan degan gapni aytishadi. Doim shuni aytishgan, hozir ham aytishadi. Ana o'shalar rivoyat degan so'zni tagi yo'q, puch, afsona narsa deb tushuntirishadi. Falon gap bor emish desa, ha u rivoyatda kelgan. Men senga ilmiy gapni aytyapman deydi. Ya'ni ki rivoyat ilmsiz gap, asosi yo'q gap, to'qima afsona gap, boshqa gap emish, ilmligimish. Bizda rivoyat deganda bir inson aqli hushi bor, adolatlik, ya'ni shariat jihatidan to'la to'kis barcha talablarga javob beradi. Aqli bor, balog'atga yetgan, ilmi bor, Allohdan qo'rqadi, ibodatni biror marta kanda qilmagan, umrida biror marta yolg'on gapirmagan, hamma tarafidan ishonchli bir odam, o'z ko'zi bilan ko'rib, qulog'i bilan eshitib, bir xabarni boshqalarga yetkazsa rivoyat deyiladi. Ana o'sha roviy degan sharafli nomga muyassar bo'lish uchun insonda bir qancha shartlar vujudga kelishi kerak. Jumladan umrida hech qachon yolg'on gapirmagan bo'lishi kerak. O'zi kimdan gapirayotgan bo'lsa, o'sha odamni ko'rgan, bilgan, birga o'tirib gapini eshitgan bo'lishi kerak. Hadis ilmining bobo kalonlari